Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan yana Qirol. Bugungi videomizda biz sizlar bilan aslahalarni sehrlashni o'rganamiz. Boshladik do'stlar. Mana shu 4 ta aslahani sehrlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib topordan boshlaymiz. Bolta. Mana ko'rib olishingiz mumkin sehrini. Hozir survivalga o'tib olay. Do'stlar, oddiysi bilan chopib ko'rsataman. Unchalik ham tez emas. Endi sehrlangan bilan chopib ko'rsataman. Birinchisidan ko'ra ozroq tezroq chopdi do'stlar. Buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Bunisi ham xuddi shu sehr bilan sehrlangan. Endi qilichning sehrlarini ko'rsataman. Mana ko'rib olinglar do'stlar. Oddiy sehrlanmagan qilich olamiz, qolganlarini olamiz. Mana ko'rib olinglar. Mana do'stlar, birinchisi yo'q, mana oddiy 4 ta urishda o'ldirdi. Ikkinchisi fire bilan sehrlangan. Yo'q, bitta urishda o'ldiradi. Do'stlar, endi bunisi keng bilan sehrlangan. Bu ham yana 4 ta urish bilan o'ldirdi. 3-chi sehrlangan qilichimiz. Endi eng kuchli sehrlangani shu fire'da. Ana shilimshoqlar yoqmaydi. Endi ularni joyiga qo'yib qo'yamiz. Endi kamonni ko'rsataman. Do'stlar, undan avval do'stlar, zombilarni joyiga qo'yib qo'yaylik. Indamay tursa ularga o'xshab qochib ketadi. Bekor o'lib ketgan qilib. Do'stlar, ularni qo'yib qo'ydik. Endi kamonga kelgandik. Oddiy kamon, sehrlangan kamon. Mana bularni ham sehrlarini ko'rib olishingiz mumkindir. Eng kuchli kamonga qo'yiladigan eng kuchli sehrlardan. Bir, 2, 3 marta olishga o'ldirdi. Endi ulamay bu yondirib yuboradi. Do'stlar, mana ko'rasiz, yonib ketadi. Endi punch. Juda kuchli sehr bu ham do'stlar. Bilmadim nimaga o'xshamadi. O'zim sinab ko'rganimda o'xshaydi do'stlar. Power. Bittaga o'ldiradi.
Mana bu moblaga ham sinab ko'ramiz. Powerda bittada joni kusal ko'proq ekan. Ikkitada o'ldirdi do'stlar lamalarni. Unisini bittada o'ldirdi. Ularni ham joyiga qo'yib qo'yamiz. Sehrlarini ko'rib olishingiz mumkin. Endi uchayri liniyaga kelamiz. Bo'ldi. Oddiy nayzani ham olib ko'rsatib sizlarga. Ularni yana tuxumlarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana do'stlar kech tushyapti. Hozir ertalab qilamiz. Mana birinchisi. Uchtada o'ldirdi. Bu menimcha qaytib keladigan sehr. Mana qaytib keladi do'stlar. Yo'q, o'tirsangiz ham qaytib keladi. Mana hozir bitta bir dona o'tkirsam qaytib kelyapti. Ular kerak, shunchaqlar hech kimga yoqmasa kerak. Ursa ham ko'p jon oladi nayza bilan. Ko'rdingiz. Bunisi. Buni oti bo'lmaydi, lekin bir ish qilsa bo'ladi bu bilan. Kreativ ko'tarildik. Suv olamiz. Mana shuni qiladigan do'stlar. Buni suvda ichiga sakrasa bo'ladi. Mana juda yaxshi. Oxirgisi 3-sehrni ko'rsataman sizlarga. Bu chaqmoq chaqiradi. Ko'rib turibsiz, sehrlarning hammasi ishlayapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Yana qanaqa sehrlashni bilmaydigan aslahangiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Sehrlab beraman do'stlar. Like bosish esdan chiqmasin do'stlar. Biz tugatdik videoni.